Sabzining ko'z uchun foydalari qanday? Sabzi ko'z salomatligi uchun eng foydali sabzavotlardan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi unda beta-karotin juda ko'p bo'lib, u organizmda A vitaminiga aylanadi. Sabzining ko'z uchun foydalari: tungi ko'rishni yaxshilaydi. A vitamini ko'z to'r pardasidagi yorug'likni qabul qiluvchi hujayralarni normal ishlashi uchun zarur. Uning yetishmasligi shom payti yoki tunda ko'rishning yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Ko'z qurishini kamaytirishga yordam beradi. A vitamini ko'z yuzasini nam saqlashga yordam beradi. Bu ko'zning achishishi va qizarishini kamaytirishga ko'maklashadi. Ko'zni bakteriya va viruslardan himoya qiluvchi tabiiy to'siqni mustahkamlaydi. Sabzidagi beta-karotin erkin radikallarni kamaytirishga yordam beradi. Bu yosh o'tishi bilan yuzaga keladigan ayrim ko'z kasalliklari xavfini pasaytirishga hissa qo'shishi mumkin. Lutein va zeaksantin ham mavjud. Bu moddalar ko'zning markaziy qismini kuchli yorug'lik va ultrabinafsha nurlari ta'siridan himoya qilishga yordam beradi. Sabzini qanday iste'mol qilish foydaliroq? Xom holda salat sifatida, bug'da pishirilgan yoki qaynatilgan holda, sabzi sharbati sifatida, shakar qo'shmasdan, ozroq zaytun va o'simlik yog'i bilan iste'mol qilinsa, beta-karotin organizmda yaxshiroq so'riladi. Kattalar uchun kuniga 1-2 dona o'rtacha sabzi iste'mol qilish odatda yetarli hisoblanadi. Juda ko'p miqdorda iste'mol qilish terining sarg'ish, to'q, sariq tusga kirishiga olib kelishi mumkin. Albatta bu zararsiz hisoblanadi. Sabzi ko'z salomatligini qo'llab-quvvatlaydi, ammo u ko'zoynakni bekor qilmaydi va yaqindan yoki uzoqdan ko'rish nuqsonlarini davolamaydi. Agar ko'rishda o'zgarishlar, og'riq yoki keskin pasayish kuzatilsa, ko'z shifokoriga murojaat qilishi zarur.